Siz uchun bitta yaxshi kvartira topib qo'ydim. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Uchtepa tumani Urizor bozor orqasida qurilgan Urizor Residence nomlaridan bo'ladi. Bu 16 etajli Novostroykani 12-etajda joylashgan. Atrofida ko'rishlaringiz mumkin. Parkovkadan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bu tarafimizda bolalar o'yingohi joylashgan. Ikkita besetka bor kattalar uchun. Eng glavniysi, agar mabodo svet o'chib qoladigan bo'lsa uyingizga liftdan baland etajda ishingiz mumkin-da, ishlashdan muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa mana pastda generatorlar bor. Generatorlar svet o'chgan taqdirda ham bemalol liftni ishlatadi. Bu tarafimizda zinamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Zinadan chiqaman deydiganlar uchun bu esa bu liftimiz. Bitta bu tarafda passajirlar uchun lift, bunisi esa yuk chiqarishingiz uchun ham liftlari bor. Hozir sizga tepasini ko'rsatamiz, chiqib uylarning ichini obzor qilib beramiz. Liftdan chiqqanimizdan ko'rishlaringiz mumkin, ozroq bardak holatda turibdi. Bunisiga e'tibor qilmaysizlar. Kirganimizda o'ng qo'lga to'g'ri yurganimizda mana shu bizani kvartira sotuvdagisi. Hozirgi mana eshikdan kirganimizdan ko'rishlaringiz mumkin, juda ham fayzli xonadon. Bu tayyor bo'lgan, aboydan chiqqan, pastga pollarida tarkib qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafimizda koridorimiz, bu tarafda oshxona. Bu bizani sanuzelimizda umumiy ko'rishlaringiz mumkin. Kafildan chiqqan mana holati yaxshi holatda turibdi. Bu tarafimizda esa bu bizani oshxonamiz. Oshxonamizni ko'rishlaringiz mumkin. Kuxna mebel qo'yilishi kerak faqat bitta bu o'rtada. Mana katyonlarimiz kelgan, muhimi gaz bor. Ataplinalar ishlaydi, hamma sharoit qilingan. Bu balkonining razmeri 1 ga 3 bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Atrof muhit yaxshi holatda, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mahalla fayzli. Keyingi xonalarimizni hozir birma-bir ko'rsatamiz sizga. Eshiklarimiz ham yaxshi eshikdan qo'yilgan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. To'g'ri zaldan borganimizda bu tarafimizda spalni. Bu spalnimiz bo'ladi. Umumiy uyimizning kvadrat metri 59 metr kvadrat lustralar qo'yilgan. Keyingi xonamiz bu zal. Bu bizning zalimiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Zalimiz ham kattagina holatda. Lustralar qilingan, aboydan chiqqan, tarkib hammasini aytdik. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini naqd pulga oladigan bo'lsangiz 59.800 ga naqd pul bilan sotiladi. Naqdga agar yo'q, men ipoteka qilib olaman deydigan bo'lsangiz, ipotekaga boshlang'ich to'lov 24.800 dollar bilan chiqadi. Birlamchi ipoteka orqali chiqaramiz buni. Qoladigan summa, ostatka summasi 420 million bo'ladi. 420 millionni siz bo'lib oyma-oy 6 million 200 dan to'lab borsangiz bo'ladi. Pastda telefon raqam qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqing. Xudo xolasa sizga ma'qul keladigan umiddamiz. Bu kvartiramizni olib arendaga berib qo'ysangiz ham siz yutqazmaysiz. Chunki orqasida Urizor bozor bor. Bu o'rtada kvartiraga talab juda ham yuqori. 400 dan 500 dollar oralig'ida bu kvartiramizni qo'ysangiz bo'ladi.